O'zi mana bu rahmatli buvimni tayoqlarini qo'limga olmayman degan edim, lekin majbur bo'ldim. Buvijon, meni kechiring, lekin men majbur bo'ldim. Mana endi o'zingdan ko'r, meni qo'lim emas, tabarruk buvimning qo'llari. Tushunmadim, hozir nimalar bo'ldi? Grox buvisining tayog'ini qayerdan oldi? Men Groxning buvisi bilan o'ynashgan edim, lekin tayog'i bilan o'ynashib bo'lmas ekan. Qani bu yoqqa kel. Yo, videoni o'tkazib yubormang. Bu hali hammasi emas, bu boshlanishi. Tushunmadim, mana bu galbars nima qilyapti u yerda? Ha, mayli, mana yana bir ajoyib kun boshlandi. Yillanati, menimcha sen butun bosimni ko'tardingmi nima balo? Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi menimcha. Xo'sh, sizlarning podshohingiz Jo'li momo qayerda edi? O, Jo'li momo. Men sen aytgan barcha ishlarni bajarib qo'ydim. Grox, men seni ko'rganimdan xursandman. Biz kecha sho'rva qilgan edik, senga ham qoldirmoqchi edik, lekin mana bu la'natlar yeb qo'ydi. Mayli, hech qisi yo'q, keyingi safar. Onalarni ko'rsin, biz bunaqasiga kelishmagan edik. To'g'ri, kelishuvimizda bu yo'q edi. Mayli, yevro remont qilib taxlab olasizlar. Jo'li momo, nimadan qo'rqasan? Seni puling ko'p, axir sen podshohsan. Mana endi bizni kelishuvimizga ko'ra, sen menga umringning oxirigacha soliq to'lashing kerak. Hoy, nimalar qilyapsizlar? Axir bu meni uyim-ku. Bugundan boshlab men bu uyni konfiskatsiya qilaman, chunki sen soliqlarni to'lamagansan. Nima? Axir hali 2 soat vaqt bor-ku. Kechirib qo'yasiz. 2 soat vaqt o'tganiga 2 soat bo'ldi. Iltimos, meni uyimni tortib olmang. Axir men boshpanasiz qolaman-ku. Jinorson, mana endi men qonuniy bomj bo'ldim. Mana endi nima qilaman? Qayerga bo'laman? Kechirasiz. Mana bu divan meni opamniki edi. Bolanati, bitta divan bor edi, shuni ham olib ketishdi. Bu nimaning tovushi edi? Sizlar ham eshityapsizmi? Jinorson, buncha katta bo'lmasang, sen kimsan? Mening ismim Qambar. Men bu yerga tiqilib qoldim. Chiqib olmayapman. Xavotir olma, men hozir arqon olib kelaman seni tortib olish uchun. Faqat hech qayerga ketib qolma. Jinorson, o'zi bu Qambar qanday tiqilib qolgan ekan? Hoy, Qambar, mana men arqon olib keldim. Qani arqonni uchun ushla. 1, 2, 3.